Xotining boshi egib ketdi. O'rtada farzandlaring bor. Rostdan yarashmoqchimisan? Ha dadasi. Yaxshi. Agar hozir tiz cho'kib yalinsang, keyin yarashaman. Nima? Yerga tizzalab o'tirasan. Kechiring dadasi deysan. Hay bolam. Hech qachon. Men bunaqa qilishga loyiq ayb ish qilmaganman. Unda yarashmayman. Voy. To'rt tomoning qibla. Hay bolam. Voy. Hay. Siz ham xo'p deb qo'ya qolsangiz nima qilardi-a? Oyi, menga bunaqa degandan ko'ra o'g'lingizga nasihat qilsangiz bo'lmaydimi? Axir hammasi o'sha folbinni gapi bilan bo'ldi-ku. Folbinga borishga esa siz tezlagandingiz, oyi, esingizdami? Siz hali meni ayblayapsizmi? Men haqiqatni aytyapman, oyi. Bo'pti. Bo'lmasam, meni ham gapimni eshiting. Bu hovliga qaytib oyoq bosmaysiz. Jo'nang. Toyjon. Ha, qizim. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. Yaxshi. Charchamadingizmi? Yo'q, nega charchayman? Oyi, sizda muhim gapim bor edi. Qanaqa gap? Kollejimizdan direktor bor-u, o'sha uyimizga kelmoqchi. Tinchlikmi ish qilib? Tinchlik. Shu sovchilikka-da. Nima? Sovchilikka dedingmi? U kishini o'g'li bilan, Murod bilan keldan beri gaplashaman. Sovchi jo'natmoqchi. Sovchi jo'natmoqchi? Shunga nima deysiz? Uy manzilini beraymi? Yo'q. Yo'q. Nimaga oyi? Nima ularga ijara uyimizni manzilini berasanmi? Yo ahvolimizni ko'rmayapsanmi? Ha? O'sha sovchilaring kelib ustimizdan kulib ketishsinmi? Unda nima qilay oyi? Oyim bilan dadam urushib qolishgan. Hozir meni uzata olmaydi deb aytaymi? Qizim, to'g'ri tushun bolam.